Alloh sizni jannat bilan siylagur. Namuncha shoshyapsiz? Keling sizga tushuntirib beraman. Tuyada boradigan bo'lsangiz 3 kun umringiz o'tadi. Samolyotda boradigan bo'lsangiz 1 kunda o'tadi. Qarang, bu tuya deb mashinani tasavvur qilinglar. Mashina ham hozir qishki kunda tuyada yuribdi-da sekin. Sababi yerlar muz, sho'pirlarimiz ham to'g'ri shuninglar do'stlar. Yerlar muz, shuni hisobiga oldin 3 kunda borib keladigan bo'lsa, hozir muddat uzayib 4 kunga cho'zilgan. Kirdi chiqdi xizmatini aytyapman albatta. Qarang, 4 kun umringiz o'tadi tuyada borib. Undan tashqari 4 kun ichida yeb ichishingiz bor. Alloh xayringizni bersin. Sovuqda kunda sovqotib, prostatit bo'lib, bitta narsani boshingizga oshirib olasiz. Undan tashqari ham umringizdan kuyasiz. Yo'lda nechta ichki ishlar xodimlari to'xtatishi mumkin, unga ham normal pul ketib qoladi. Undan ko'ra bor yo'q bir kunda samolyotda uchib, gransiya xizmatda ayollar cho'zib, komfort holatda borib kelsangiz bo'ladi. Agarda sizlarga bor yo'q bir kunda kirdi chiqdi xizmat kerak bo'lsa, +7 921 762 2500 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Do'stim, tanlov o'zingizda. Xolasangiz tuyada boring, xolasangiz samolyotda. Qaysi biri qulay bo'lsa, shunda boraverasiz. Agar joningizni, pulingizni qadriga yetadigan bo'lsa, albatta samolyotda borasiz. Ushbu videoda hali hamon tuyada kirdi chiqdi qilib yurgan insonlarga jannat qo'yiladi. Assalomu